Согласно статье 42 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, нарушение прав граждан на свободный выбор языка, воспитание и обучение, создание препятствий и ограничений использования языка, пренебрежение государственным языком, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Республике Узбекистан, влечет наложение штрафа от 1 до 2 базовых расчетных величин. Уважаемые граждане, незнание законов не освобождает вас от ответственности. Mana shu masalaga ham juda katta e'tibor berishimiz kerak. Milliy o'zligimizda timsoli bo'lgan, ma'naviyatimiz asosi bo'lgan ona tilimizga e'tibor yanada kuchaytiriladi. Albatta, oilamizda ham chet til bilish albatta kerak. Bu ham hozir zamon talabi, lekin ona tili bilish majbur qilishimiz kerak. Majbur. Mana shu yana bir marta mana farzandim chet tillarini biladi-yu, ona tilini bilmaydi degan yangi O'zbekistonga ma'qul emas. Chet til bilishi kerak, lekin ona tilini bilishi majbur. Nimaga desamiz, nimaga men kuyib pishib o'zligimizda anglash, yangi O'zbekistonga har bir sohada qaror, farmon, qonunlar qabul qilyapmiz. Bu degani jonajon vatanimizda buyuk farzandlarimiz o'zini jadid bobolarimizni hali ham keyinroq ham eslayman. Nima uchun eslayapman? Bir jadid bobomizni bir kitoblarini o'qinglar. Men baxtim bo'lgan sari ana shu Avloniy bobomizda hamma narsa yozilgan, ta'lim bo'yicha. Hamma narsa yozilgan. Hech bir chetdan o'rganib kelish evvel kerak emas. Shuni o'zini bilasak, bizda juda zo'r buyuk bobomiz yozib ketgan, lekin uni amalga oshirmaymiz, o'qimaymiz, varaqlamaymiz.